Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima bunday qo'yda biz burilmaymiz hozir chorrahadan? Ha, qarama-qarshilik ekan. Mashinani o'tkazib keyin burilish kerakmi? Nima uchun burilmaysiz? Uzr. Mana qarang, bular rahmingiz kelmaydi mana bolachalarga. Nima qo'yda buzib keldingiz hozir? Qayerdan buzib keldingiz? Mana nima uchun jentran o'tkazmadingiz hozir qarama-qarshilarimiz kerak? Ha, unimi? Uni o'tkazib keyin burilish kerakmi? Nima uchun qo'yda buzdingiz? Ha? Mana qarang, bugun eshiting opajon, mana Angor tumani mana xalqaro yo'lda xuddi mana shunaqa is ko'tirdi. Orqasidan kelib uni urib ketdi. Mashina qatnoq qismiga ketgan. O'zingiz yo'lingizdan yurmagani uchun o'sha mana holat bo'ldi-da. Odam o'lim bilan tugadi avariya. Tushundingizmi? Mana bolalar rahmingiz kelmay o'tirishni qarang bular. Bu odam tashish uchun ishlab chiqarilmagan, to'g'rimi? Sidinlik qilgan. Eshitib turing opa, odam tashish uchun ishlab chiqarilmagan bu. Pravangiz bormi? Pravoyinda olamiz. Ha? Nima uchun olmadingiz? Joriy bo'lgani yo'q-ku. Qanday joriy bo'lmagan? Men so'radim. Kimdan so'radingiz? Men mana yerda o'zim Hozir eshiting opa. ochildimi? Hozir mana shu holati bo'yicha opajon sizga belgilangan tartibda chora ko'riladi. M39 xalqaro avtomobilda mana sodir bo'lgan jentran hodisasiga haydovchisi vafot etdi. Shunga mana ahvoli. Men xuddi shunday sizga o'xshagan mashina pravasi yo'q. Mana xalqaro yo'lda o'zini yo'lda yurmay boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit bergan holda mana oqibati mana shunday o'lim bilan tugadi. Bizga maqsadimiz uyingizda sog'-salomat bo'lishingiz, oilangizni boqishingiz, farzand otangiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Mana oqibatini ko'ringiz. Mana hech narsa joni yo'q buni mana. Uchib ketgan mana qoramiz. Opa, hozir uyingizga olib borib qo'yadi farzandlaringizni.